Insho darslarini davom ettiramiz. Tarbiyatul atfal, ya'ni bolalarni tarbiya qilish. تعتبر تربية الأطفال من أهم المهام التي يمكن أن يقوم بها الأهل والمجتمع. Ya'ni kirish gap bo'lyapti. Bolalarning tarbiyasi nima oila va jamiyat bajaradigan yoki bajarishi mumkin bo'ladigan nima vazifalarning eng muhimlaridan sanaladi. فهي عملية تتطلب الكثير من الجهد والاهتمام. U shunaqangi bir amaliyot ekanki, ya'ni bolalarni tarbiya qilishlik juda ham ko'p mehnatni va e'tiborni talab qiladigan, taqozo qiladigan. إن تربية الأطفال ليست مجرد توفير الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملبس. Ya'ni bolalarni tarbiya qilishlik shunchaki ta'minlashlik emas, shunchaki nima asosiy ehtiyojlarni, masalan ovqat yoki kiyim kabi bo'lgan ehtiyojlarni ta'minlashlikni o'zigina emas, balki tashmalu aydan tanmiyat ash-shakhsiyati va ta'ziz al-qiyam wal mabadi. Ya'ni shunday bir shaxsiyatni o'stirishlikni ham o'z ichiga oladi va har xil insoniy qiymatlarni va mabadi shunaqangi bir qoidalarni mustahkamlashlikni ham o'z ichiga oladi. Mana bu qismda topamizki, bitta umumiy gap bilan boshlandi. Ya'ni jamiyatda va oiladagi muhim bajariladigan ishlardan ekanligi va u juda ham ko'p e'tibor talab qiladigan jumlani ko'rdik va shu bilan birgalikda nima shunchaki bir oilani bolani tarbiya qilishi shunchaki bir asosiy ehtiyojlarni ta'minlashlik emasligini ham aytib o'tdi. Ya'ni kirish qismi mana shunday bo'lyapti. Endi asosiy qismda o'tadigan bo'lsak, تؤثر التربية السليمة بشكل كبير على نمو الطفل العقلي والعاطفي والاجتماعي. Ya'ni sog'lom tarbiya berishlik katta bir shaklda bolani aqliy va o'sha his-tuyg'u va ijtimoiy bir o'sishligiga ta'sir ko'rsatadi katta bir shaklda. فالأطفال الذين يتلقون رعاية جيدة وتوجيها مناسبا يصبحون أكثر قدرة على مواجهة التحديات في الحياة. Ya'ni nima ko'proq bir e'tiborni topgan bolalar va to'g'ri bir yo'nalishni topgan, munosib yo'nalishni topgan bolalar bo'lishadiki, hayotdagi to'siqlarga ro'baro bo'lishlikda ko'proq qudratliroq bo'ladi. Kama anna tarbiyatul jayyida, ya'ni to'g'ri tarbiya berishlik tusahim fi bina'i shakhsiyatin mutawazina. Ya'ni muvozanatli bir shaxsiyatni bino qilishlikka ham o'z hissasini qo'shadi. To'g'ri tarbiya berish, to'g'ri emas, yaxshi tarbiya berish. Haythu yata'allamu at-tifl kayfiyat at-ta'amul ma'a al-akharin va ihtiram az-zat. Ya'ni bola shu tomondan bir ta'lim oladiki, boshqalar bilan birgalikda qanday muomala qilishlikni va zotni hurmat qilishlikni, ya'ni inson o'zligini hurmat qilishlikni ham. Al-asalibu al-fa'alatu fi at-tarbiya, tarbiyadagi ish beradigan uslublar. Birinchisi al-hubb va al-ihtimam, ya'ni yaxshi ko'rish va ehtimom, qiziqish yoki shunaqa. Yahtaju al-atfal ila ash-shu'ur bil-hubb va ad-da'm min qibali walidayhim. Ya'ni bolalar o'z ota-onalari tomonidan muhabbat va daldani his qilishlikka ehtiyoj bo'ladi. Hada yu'azzizu siqatahum bi anfusihim. Va mana shu narsa o'zlariga bo'lgan ishonchni oshiradi, mustahkamlaydi. Va yaj'aluhum akthar infitahan lit-ta'allum. Ta'lim olishlikka ko'proq bir ochiq bo'lishlikni ochiq qilib qo'yadi. Mana shu o'zlariga bo'lgan ishonch. Ikkinchisi at-tawasul fa'al, bardavom bir o'zaro muloqot, munosabat. Yajib 'ala al-ahli at-tawasulu ma'a atfalihim. Ya'ni oilaga shart bo'ladiki, o'z bolalari bilan birgalikda bardavom muloqotda bo'lishligi, bintizom, bardavom. Wal-istima'i li masha'irihim, ularning his-tuyg'ulariga quloq solishligi va afkarihim, ularning fikrlariga ham. Hada yusa'idu fi bina'i alaqatin qawiyatin qa'imatin 'ala thiqa. Mana shu narsa yordam beradiki, kuchli bir ishonchni ustiga qo'im bo'lgan munosabatni qurishlikka yordam beradi.
Uchinchisi tahdidul qavaid val hudud, ya'ni qoidalar va chegaralarni tayin qilishlik. Minal muhim wad'u qawaida wadihatan va wadihatin va sahlatil fahmi lil atfal. Ya'ni qoidalarni qo'yishlik ham shart bo'ladiki, ochiq, ravshan va bolalarga tushunishligi oson bo'lgan qoidalarni qo'yishlik ham shart bo'ladi. Va bu narsa mimma yusa'iduhum ala ma'rifati ma huwa maqbulun va ma huwa ghayru maqbul. Nima narsa to'g'ri va nima narsa noto'g'ri ekanligini tushunishlikka mana shu narsa ularga yordam beradi. To'rtinchisi tashji'ul istiqlaliyati, ya'ni mustaqil bo'lishlikni nima desak bo'ladi? Tashji' degani qo'llab-quvvatlash, ya'ni shijoatlantirish. Istiqlaliya bo'lsa nima anaqa tobe bo'lmaslikda, ya'ni o'z-o'zini idora qila olishlik. O'z-o'zini idora qilishlikka, ya'ni avtonomiyaga nima tashji', shijoatlantirish, ya'ni undash. Yajib alal ahli, ya'ni oilaga shart bo'ladiki, o'z bolalarini shijoatlantirishligi, o'zlari qaror qabul qila olishlikka. Bu narsa olib keladiki, to'g'rirog'i, yu'azzizu min maharati at-tafkir an-naqdi, tanqidiy fikrlashlik mahoratini ham mustahkamlaydi va yazidu min shu'urihim bil mas'uliyat, va mas'uliyatni his qilishlikni ham oshiradi. La taqtasir mas'uliyat tarbiyatal atfal ala al-ahli faqat. Demak, nima bolalarni tarbiya qilish mas'uliyati faqatgina oila bilan cheklanib qolmaydi, balki yashtarikul mujtama' aydan fi hadhihi al-muhimma. Jamiyat ham mana shu ishda, vazifada ishtirok etadi. يجب أن تتوفر بيئة داعمة تشمل المدارس والنوادي والمراكز الاجتماعية التي تعزز القيم الإيجابية وتساعد في تطوير مهارات الأطفال. ya'ni dalda berguvchi bir muhit mavjud bo'lishlik kerak bo'ladi. Qanaqa dalda berguvchi muhit deyilsa, maktablarni va har xil jamoa, ya'ni klub deydimi, shunaqa, va markazlar, ijtimoiy markazlar, shunaqangi ijtimoiy markazlarki ijobiy bir qiymatni mustahkamlaydigan va bolalarning mahoratlarini rivojlantirishlikda yordam beradigan narsalarni o'z ichiga olish kerak. Xo'p, xitaman xulosa qilib aytganda, tarbiyatul atfal hiya mas'uliyya azima tatatallabu as-sabra wal inaya, ya'ni bolalarni tarbiya qilishlik shunaqangi bir mas'uliyatki, juda ham katta bo'lgan mas'uliyat. Ya'ni sabrni va g'amxo'rlikni talab qiladigan. Min xilal hubbi va tawjihi salim, ya'ni muhabbat orqali va nima to'g'ri yo'nalish orqali. Yumkin lil ahli an yusahimu fi bina'i jilin qodirin ala muwajahati tahaddiyat al-hayat va tahqiq an-najah. Ya'ni oilaga mumkin bo'ladiki, o'z hissasini qo'shishligi, qodir bir avlodni nima bino qilishlikka o'z hissasini qo'shishligi mumkin bo'ladi. Nimaga qodir bo'lgan avlodni desa, ala muwajah, ya'ni hayot to'siqlarida ro'baro bo'lishlikka qodir bo'lgan va muvaffaqiyatni amalga oshirishlikka ham. Innal istismara fi tarbiyatil atfal, endi bolalarni tarbiyasiga investitsiya kiritishlik, huwa istismarun fi mustaqbalil mujtama'i bi asri. Ya'ni jamiyatni barchasini kelajagiga bo'lgan investitsiyadir. Haythu yanmu al-atfalu liyusbihu afradan fa'ilina va mu'assirin. Ya'ni shu jihatdanki bolalar katta bo'lishadi, o'sishadiki, bo'lishlari uchun, ya'ni afrodan fa'ilina va mu'assirin, ta'sir ko'rsatguvchi, ish bajaruvchi va nima, ish bajaruvchi bir jamiyat a'zolari bo'lishlari uchun-da.